Assalomu alaykum, azizlarim, yaxshimisizlar? Ana shu Instagramdagi fikrlarimni davom ettirmoqchiman. Bu mavzuni nomi dunyoda boricha qabul qilish. Har bir insonni boshida tashvish bor. Hech kimni hayoti tep-tekis o'tmaydi. Hammani boshida har xil voqealar bo'ladi. Mana shu narsani agar qabul qilishni o'rgansak, shu voqeaga, shu kunimizga rozi bo'lishni o'rgansak, hamma narsa oson, chiroyli o'tadi. Ana shu muammolar shu yerda hal bo'lib ketadi. Mana ko'pchilik buni bilmaydi, e'tibor bermaydi. Endi to'g'ri, masalan, musibat tushdi, boshingizga xafa bo'lasiz, yig'laysiz, siqtaysiz. Lekin ana shu joyda o'zingizni tiklab olishni bilishingiz kerak. Lekin ko'p ayollarda bo'ladi, bu ko'p erkaklarda ham bo'ladi, qovog'ini solib, xafa bo'lib, dunyodan nima deydi, yashagisi kelmay, shunaqa qilib, mana hattoki yosh qizlarda, bolalarda bo'lyapti, o'zini o'zi bir narsa qilib qo'yapti, boshqa bo'lyapti. Bu iymonimizni mustahkam emasligidan. Shuni mustahkam qilishga har doim harakat qilishimiz kerak. Mana shu musibat tushdimi boshingizga, rozi bo'lsangiz, demak shunaqa bo'lish kerak ekan, bo'ldi. Bu Allohning bergan narsasi, Allohning bergan vaziyati, Allohning bergan kuni, men bunga roziman. Demak shunaqa bo'lish kerak ekan, yozilgan ekan, demak shunaqa bo'ldi deb rozi bo'lsangiz agar, Alloh sirazu shu aytyapman, bir tomchi yoshimiz oqib, ikkinchi tomchi yoshimiz oqquncha berib qo'yadi yaxshiligini. Agar endi men qanday o'rganasiz? Mana shu qanaqadir voqea bo'ldi, o'zingizga kelib olasiz, kelib olganingizga demak shunaqa bo'lish kerak ekan, rozi bo'lasiz. Rozi bo'lganingizga mana men aytdi deysiz, darrov shuni orqasidan bir yaxshilik keladi. Chunki Allohning va'dasi bor. Bandasi bajarmasa bajarmaydi, lekin Alloh va'dasini bajaradi. Ibrohim surasining 7-oyatida ham aytilgan. Shukr qilsangiz, ziyodasi bilan beraman. Nolisangiz jazosi qattiqdir deyapti. Qaysidir vaziyat bo'ldi, biz shunga nolib, xafa bo'lib, hattoki qovog'ini solib yurgan odam Allohga yoqmaydi ekan. Demak, nolmaslik, xafa bo'lmaslik, xafa bo'lsangiz ham nolganga kirasizda. Qovog'ingizni solib, men shu boshimga shunaqa tashvish tushdi, endi men noroziman. Noroziligingizni bildi. O'zi aytmaysiz, men Allohdan noroziman demaysiz, lekin bilmagan holatda norozi bo'lib qo'yamiz. Ana shu vaziyatda orqasidan yana bir qanaqadir tashvish keladi, qanaqadir musibat yoki qanaqadir ishlaringiz yurishmaydi-da. Shuning uchun o'ruslarda ham, ruslar, o'zbeklarda ham shunaqa maqol bor. Mana shu maqolni men umuman leksikoninglardan chiqarib yuboringlar. Umuman bu maqolga ishonmanglar deb deyishni xohlayman. O'zimda ham bu narsa bo'lgan. O'zim endi nima desam ekan, buni iymon mustahkam emas deyiladi. Men o'zimda ham shunaqa bo'lgan. Xafa bo'lib, yig'lab, siqtab, voy shunaqa bo'lyapti, men boshim battar bo'lgan. Bo'laveradi, nolaverasiz, battar bo'laveradi. Undan ko'ra rozi bo'lish kerak. To'g'ri, oson emas. Ko'pchilik menga qarshilik bildirib, negativ bildirib, sen gapirish oson-da senga. Oson emas, masalan, kimnidir yaqiningizni yo'qotdingiz, qanday endi xursand bo'lishimiz kerak deyishinglar mumkin. To'ppa-to'g'ri. O'zingizga kelib olganingizdan keyin rozi bo'lishga harakat qiling. Vaqt tavolaydi deydi-yu. Lekin Alloh uni orqasidan yaxshiligini albatta beradi. Agar yaqiningizni yo'qotsangiz, shunaqangi bir duo qilasizki, Allohim, mana shu jannatingning bir chekkasidan mana shu yaqinimga joy ber. Sendan hech narsa ketmaydi, Allohim, bilaman. Hamma narsaga qodirsan deb duo qilsangiz, o'zingiz qalbingiz taskin topadi. Mana shu narsani iloji boricha qabul qilishga o'rganishimiz kerak. Ana shunda mana ko'rasiz, juda ham zo'r o'zgarishlar bo'lishni boshlaydi. Agar boriga shukronalarni ko'proq aytsangiz, tashvish tushdimi? Shukrona aytavering. Demak, shuni orqasidan yaxshilik borligini xursand bo'lib ayting. Shukrona aytsangiz, bor narsa ham ko'payishni boshlaydi. Qo'lingizdagi pullar barakali bo'lishni boshlaydi. Xo'jayingizni pullari barakali bo'ladi yoki farzandlaringizni pullari barakali bo'lishni boshlaydi.
iloji boricha harakat qilish kerak, rozi bo'lishga. Bu narsani biz bolalarimizga ham o'rgatishimiz kerak. Buni kichkinaligidan o'rgatsa, mana shu qon-qoniga singib ketadi. Hamma narsani Alloh yaratganini, hamma narsaga har bir vaziyatni Alloh yaratganini aytib tursak, bu qon-qoniga singib boradi. Endi buni bizga kichkinaligimizda, endi sovet davrida buni hech kim o'rgatmagan. Shuning uchun sekin-sekin mana o'zimizda nima deydi, o'z ustimizda ishlab, shakllantirdik bu narsani. Iloji boricha shu narsani qilish kerak. Endi jazosi qattiqdir degani nima degani? Jazosi qattiqdir deb aytyapti. U degani yana bitta shu orqasida yana bitta muammo kelib chiqaveradi degani. Endi mana ko'pchilik aytadi, "Voy, mana shu uyimiz, mana shu yerni hech ham o'nglolmayapmiz-da. Pul hech yetmayapti-da" desa, bo'ldi. Shu uyingizni shu yerda hech qachon o'nglanmaydi. Endi o'rtacha holda yashayotgan uyingiz yoki qaysidir uyingiz bitmagan bo'lsa, Allohim, mana shu jannatni menga berib qo'yganingga behisob shukr. Mana shu uyim borligiga shukr deb shukronani ko'proq aytsangiz, ana shu uyingizga Alloh ko'proq pul beradi, zo'r qilib bitkizib olasiz. Ana ko'ryapsiz, shukronani aytish qayerda qanaqa zo'r. Yoki xo'jayiningizni ishi yurishmayapti. Voy, hech mana shu xo'jayinim ish yurishmaydi. Ana palonchini qaranglar, pistonchini qaranglar, zo'r. Palonchi, pistonchi manaqa topgan, pistonchi manaqa topadi deb xo'jayiningizdan nolisangiz, battar bo'lishni boshlaydi. Endi boriga shukr qilsangiz-chi, Allohim, oyoq qo'li but, ozgina bo'lsa ham daromad topib kelyapti. Allohim, mana shu pulini barakali qilgin. Shu pulini berganingga behisob hamd va sanolar desangiz, xo'jayiningizni qo'liga barakalar kirishni boshlaydi. Mana shu har bir vaziyatni degani, mana shu hattoki shu vaziyatlarda ham, mana shunaqa oddiy vaziyatlarda ham yoki mana ishda ishlaydiganlar nolishni boshlaydi. Jonimga tegdi shu rahbarim yoki ishga borib kelib charchadim deydigan insonlar bor. Yoki oyligim yetmayapti, oyligimga yetmaydi. Yetmaydi degan so'zni umuman ratsioningizdan chiqarib tashlang. Leksikoningizdan chiqarib tashlasangiz yaxshi. Yetmayapti, tugab qoldi degan fikrlarni gapirmaslik kerak iloji bor. Chunki yetmayapti dedingizmi, 2 marta yetmay qoladi. Tugab qoldingizmi, umuman pulingiz tez tugab qoladi. Oyligim zo'rg'a yetadi desangiz, og'zimizdan chiqyaptimi shu fikr, bo'ldi, shunaqa bo'ladi. Allohim, mana shu bergan pulingni barakali qilganingga behisob hamd va sanolar desangiz, ana shu pulingiz barakali bo'ladi. Yana bitta fikr, mana kredit olgan, hozir hammada kredit bor, to'g'rimi? Kreditni olishadi-da, qarang. Mashina olgansiz, maza qilgansiz kredit olib. Uy olgansiz, maza qilgansiz, to'g'rimi? Maza qilib o'tiribsiz shu uyda, lekin kreditga olgan bo'lsangiz ham. Yoki yana nimadir, mebellar, yana nimadirlar olgan, kreditga olishib olgan. Endi qarang, to'lashga kelganda nima deydi? Jonga tegdi shu kreditdan. Pulni barakasiz qilib tashlayapti. Agar kreditingiz mana shunaqa qilib nolib to'layotgan bo'lsangiz, har doim qiynalasiz to'lagan. Kreditingizga pulingiz yetmay qoladi yoki pulingizni shunday kreditga ushlab qo'yadi-da, barakasiz bo'lib qoladi. Endi rozi bo'lib to'lasangchi shu kreditni. Ana meni aytdi deysiz, mazza qilib qiynalmasdan o'z-o'zidan to'lanib qoladi kreditingiz. Qanaqa bo'ladi? Nima deysiz kredit vaqti kelganda? Allohim, mana shu kreditga mana shu uyni oldik. Allohim, o'zingga behisob shukr. Yoki bo'lmasa mana shu mashinani berdim, kredit olib maza qildik, mashina minyapmiz. Mana shuni to'lab qo'y deb to'lasangiz, har doim kreditingiz oson to'lanishni boshlaydi. Ko'ryapsizmi, shukronalik qayerda, qanaqangi juda ham zo'r narsa. Har bir vaziyatni boricha qabul qilish ham juda ham zo'r narsa. Agar mana shuni yo'lga qo'yib olsangiz, sizni shu yuqorida aytgan maqollar в общем teskarisi bo'ladi. Hech qanaqa не приходит одна bo'lmaydi. Shu bittada to'xtaydi, qo'sha keladi degan gap so'z bo'lmaydi, bittada to'xtaydi, Xudo xohlasa. Endi uning uchun mana shu men aytgandek vaziyatni boricha qabul qilishni o'rganib, shukronalikni ko'paytirishimiz kerak xolos. Bundan keyingi treninglarimda juda ham zo'r mavzular bor. Xo'jayiningizni, farzandlaringizni qo'lida baraka bo'lishi uchun nima qilish kerak? Ayollik nafosati bo'lishi uchun nima qilish kerak? Turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlar zo'r bo'lishi uchun nima qilish kerak? Buni keyingi treninglarimda beraman.
diqqat bilan e'tibor tinglaganinglar uchun, e'tiborli bo'lib tinglaganinglar uchun sizlarga katta rahmat. Boringlarga shukr.